Nimaga achchig'i chiqarkan? Pochchang yaxshi odam. Aytsa, to'g'ri tushunadi. Shanba kuni dam olamiz. Choy ichib oling, pochcha. Dadasi, keldingizmi? Nilufar qani? Hushyorroq bo'lgin, qizim, yaxshi qaragin, iltimos sendan. Uylarimiz ko'p bo'lsa, bemalol bittasini xona qilib ber, qatnovsin. Pochcham baribir yaxshi ishda ishlaydilar-da. Kecha ovqatingiz rosa ham shirin bo'libdimi? Onasi? Pochchang turgani yo'q, nonushtasini tayyorlab qo'yganman. O'zingiz ishga kirishimga yordam berasiz-a? Siz o'qishingizni bitkazib olavering, bu tomonidan xavotir olmang. Boraman-da, ishdan endi chiqdim. Biroz sabr qilib turgin, xo'p? Assalomu alaykum oyijon. Alaykum assalom. Qaniysan? Yaxshi dam oldingmi? Rahmat, yaxshi. Kel, o'tir. Mana choy ichi. O'zi yaxshimisiz? Ha, yaxshi. Oyi, o'qishimizdagi yotoqxonani vaqtinchaga yopishdi. Voy, nimaga? Bilmasam, bizga bir oy davomida qaytadan ta'mirlab berishar ekan. Shunga vaqtinchaga qatnab turar ekanmiz. Nimaga qatnaysan ekan? Shaharda ana opam bor, tayyor. Qiynalib borib yurasanmi? Oyi, opamga taxmaza bo'lib nima qilaman? Pochchamni ham jahli chiqsa kerak. Nimaga achchig'i chiqarkan? Pochchang yaxshi odam. Aytsa, to'g'ri tushunadi. Endi har kuni qatnab qiynalmagin deyman, yo'l uzoq bo'lsa. Opam mana o'zingniki. Bemalol opamnikidan qatnab, qiynalmay borib kelasan o'qishga. Bilmasam, oyi, qanday bo'lar ekan? Men bo'lmasa, opam bilan bir gaplashib ko'ray. O'zi nimadir ekan. Pochchangga aytsang ham pochchang to'g'ri tushunadi-ku. Mayli, men unda ketdim, darsga kech qolaman. Bo'pti, qizim, mayli, yaxshi bir sog'-salomat borib keling o'qishga. Voy, oyim. Assalomu alaykum, oyijon, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, qizim. Bolalaring yaxshimi? Maktabga bog'chaga borib kelishyaptimi? Qiynalmayapsanmi? Rahmat, oyijon. O'zingiz sog'lig'ingiz yaxshimi? Qishloqlar tinchmi? Rahmat, qizim. Hammasi yaxshi. Kuyovim yaxshimi? Ishga yaxshi borib kelyaptimi? Ha, borib kelishyapti, oyijon, rahmat. Nilufarga o'qishlari qalay? Bunday opasini ko'rgani ham kelmaydi-ya. Ha, sening ham o'qishga borib kelyapti. O'chashib uni ham kollejida yotoqxonasida remont bo'lyapti ekan degan qatnab o'qib turasizlar deb shunaqa degan ekan. Undan seni uyingga borsa, seni uyingdan qatnasa qiynalib qolmaydi deb senga telefon qiluvdim-da qizim. Bir xo'jayin bilan gaplashib maslahat topib ko'rasanmi? Nima deysan? Qiziqsiz-a, oyi? Ha, kelaveradi-da, Javlon akam yo'q dermadilar? Ha, endi qizim, so'rab qo'ysang yaxshi bo'lardi. Nima bo'lsa ham uyda egasi, uyda kattasi, xo'jayiningda qizim. Oyi, men bugunoq Nilufarga telefon qilaman. O'qishidan chiqib to'g'ri biznikiga kelaveradi, xavotir olmaysiz. Ha, qizim, xayriyat bo'lmasa bir so'l nima qilgina gaplashib xabarini aytib borasan. Bolalaringni o'qib qo'y, o'zingni ehtiyot qilgin, xo'pmi? Yaxshi qolinglar. Xabarini aytarsan-a, qizim? Oyi, siz ham bir keling, o'tirib ketasiz-da. Xudo xolasa borib qolaman, qizim. Mayli, o'zlaringni ehtiyot qilinglar. Bo'pti, yaxshi qolinglar. Xo'p, oyijon, siz ham o'zingizni ehtiyot qiling. Xo'p, qizim. Xo'p, oyijon. Dadasi, yaxshi ishlab keldingizmi? Rahmat, yaxshi o'tiribsanmi? Charchamadingizmi? Ishlaringiz yaxshimi? Oling joydan. Dadasi, kecha oyim telefon qilgandi. Singlim Nilufarda o'qishidan bir oylik remont ketyapti ekan. Shunga bizga kelib yotsa maylimi, qatnasa? Ha, mayli, o'zingni sening bo'lsa, shuni ham so'rab o'tirasanmi? Uylarimiz ko'p bo'lsa, bemalol bittasini xona qilib ber, qatnovsin. Endi biroq sizdan so'ray dedim-da. Bemalol kelaversin, chaqiravur. Ha,
rahmat, boringizga shukr. Ha. Kim bu? Assalomu alaykum. Nilo? Kel singlim. Yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizmi? Qalaysan, yaxshimisan? Yaxshi. Kelyapsanmi? O'qishlaring yaxshimi? Oyim yaxshimi? Rahmat, yaxshi. O'zingizchi yaxshimisiz? Rahmat. Kel. Kel o'tir. Yaxshimisan? Oyim yaxshimilar? Ha, rahmat, yaxshi. Sizga salom aytdilar. Salomat bo'lsinlar. Menja yo'q bo'lib ketding, ko'rinmaysan, opam bor deb kelmaysan ham. Ha, endi opa o'qishlar bilan band bo'lib yuribman-da. Kelganingdan biram xursandman. Men ham sizni ko'rganimdan juda ham xursandman. Jiyanlarim qalay, yaxshimi? Pochcham yaxshimilar? Yaxshi, O'zingiz yaxshimisiz? maktabda, bog'chada rahmat. O'zing qalaysan? Rahmat. Nima gaplar? yaxshi. Tinch. Yaxshi ham kelding, o'qib. xursand bo'ldim. O'zim uyda zerikayotgandim. Men ham sizni ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Jiyanlarim juda ham sog'ingandim. Uylarimizda qalay o'zgarishlar? Opa, lyustralaringiz dahshatmi? Pochcham baribir yaxshi ishda ishlaydilar-da. Ha, pochcha yaxshi ishga o'tdilar. Aytgancha opa, tabriklayman. Yangi lavozimga o'tibdilar pochcham. Rahmat. Sen ham iloyim o'qishlarini bitirib, yaxshi joylarda ishlagin. Ilohim, aytganingiz kelsin opa. Pochcham bilan zo'r xona tayyorlab qo'ydik. Yur, senga o'shani ko'rsataman. Voy, rostdanmi? Ha, yur ketdik. Assalomu alaykum dadasi. Alaykum assalom. Yaxshilab keldingizmi? Charchamadingizmi? O'zing qalaysan? Yaxshi. Qalay bo'ldi o'tirishlar? Zo'r, choyxonadan kelyapman. Rosa maza qildik. Ovqatlandingizmi? Yo'q, choyxonadan kelyapman. Qornim to'yib yotibdi. O'zing charchamadingmi? Rahmat. Nilufar keldi. Ha, aytgancha keldimi? Ha, xonadan chiroyli qilib tayyorlab qo'ydim. U ham rosa charchagan ekan. Kirib ovqatlanib uxlab qoldi. Mana, uxlab dam olsin. Assalomu alaykum pochcha. Yaxshimisiz? Qalaysiz? Rahmat, Ahvolingiz yaxshimi? yaxshi. Yaxshi dam oldingizmi? Uydagilar hamma Rahmat, yaxshimi? yaxshi. Oyim qalaylar? Rahmat, sizga salom aytib yuborishdi. Salomat bo'lishsin. Yuring birga nonushta qilamiz. Dadasi, Yo'l aka, Nilfarni ham o'qishga tashlab o'tib keting. Albatta. O'tiring, ketdik. Qani Mayli bor? opajon. Mayli, yaxshi borib kelinglar. Nilufar, nechinchi kurs bo'ldingiz? 4-kurs pochcha. Bu yil bitiraman. Oho, zo'r-ku. Shaharda qolar ekansiz-da. Shunaqa, o'zingiz ishga kirishimga yordam berasiz-a? Siz o'qishingizni bitkazib olavering. Bu tomonidan xavotir olmang. Menga qo'yib bering. Rahmat, yaxshiyam borsiz pochcha. Ha, endi begona emassiz-ku, o'zimiznikisiz. Yordam beramiz-da. Ana, yetib keldik Nilufar. Pochcha, uyga qaytishda meni ham olib oling. Yo'lingizga chiqib turaman. Nomerimni yozib oling. Telefon qilsangiz, qaytishda olib ketaman.
Allo, assalomu alaykum oyijon, yaxshimisiz? Alaykum assalom. Qizim, qalaysan? Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Ha, bolajon. Uydagilar, qishloqdagilar hammalari yaxshimi? Rahmat, bolam. Sening yaxshi yetib oldimi? Yaxshi joylashib oldimi? Rahmat, yaxshi. Chiroyli joylarga, xonalarga joylab. Hamma sharoitni yaratib berdik. Nilfardan xavotir olmang oyijon. Rahmat qizim, yaxshiyam sen borsan. Jujjicha seningni bilasan qaysarligini, gapga kirmaydi. Shu ozgina bema'ni o'rtoqlari borda. O'shunga qarab hushyorroq bo'lgina, qizim, yaxshi qaragin, iltimos sendan. Xavotir olmang oyijon. Kuyovingiz ishxonasi bilan Nilfarni o'qishi yonma-yon ekan. Ertalab olib ketib, kech payt olib kelyapti. Xavotir olmang, yaxshi yuribdi. Bolalaringni o'pib qo'ygan, kuyovimga salom aytgan. Xo'p, keling o'zingiz ham oyi. Mayli, sog' bo'linglar. Xo'p, yaxshi o'tiring. Xo'p, oyijon, xo'p. Assalomu alaykum opa. Va alaykum assalom. Keldilaringmi? Rahmat opa. Yaxshi o'tiribsizmi? Ha, charchamadingizmi? Keldingizmi dadasi? Rahmat. Qalay, charchamadingmi? O'qishlaring yaxshimi? Rahmat, yaxshi, hammasi yaxshi. Ovqat tayyor. Nima ovqat qilding, Dilrabo? Osh qildim dadasi. Xo'p, maza qilib osh yerkanmiz-da bugun, a? Qani ketdik. Yuring. Nilufar, Ha opa. bugun dugonalarim bilan o'tirmoqchi edik. Bugun o'qishga bormasang kerak-a? Ha opa, shanba kuni dam olamiz. Unda pochchang turgani yo'q, nonushtasini tayyorlab qo'yganman. Keyin kechki ovqat ham qilib qo'ygin-a. Bugun pochchang ham ishdan ertaroq qaytadi. Ha. Men ketdim, oshxonada hamma narsa bor, olib ishlataverasan. Xo'p opa, yaxshi borib keling. Bo'lsa, yaxshi o'tiringlar. Ha. Voy, assalomu alaykum pochcha. Nilufar, opingiz qani? Opam dugonalari bilan o'tirmoqchi edim deb chiqib ketishadi. Ha, kecha aytib turgan edi. Siz o'qishga bormadingizmi? Shanba kuni dam olamiz. Joy ichib oling pochcha. Xo'p. Hayilmurod, qalaysan? Aka, hujjatlarni olib kelyapsizmi? Esdan chiqib qopti-yu, uyda qolib ketibdi. Hozir qaytib olib olaman. Nilufar, hujjatlarim qolib ketgan ekan. Eshikni rosa taqillatdim, ochmadingiz. Uzr, pochchajon. Yuvinganda kirib ketgandim. Mayli, hech qisi yo'q. Men ketdim.
Nilufar, kecha ovqatingiz rosa ham shirin bo'ptimi? Onasi? Ha, mazali bo'pti. Qo'ling dard ko'rmasin seni. Rahmat, osh bo'lsin. Dadajon, biz bugun parkka borasizmi? Ha, olib boraman. Mazza qilib o'ynab kelamiz, xo'p? Pochcha, kechagi ovqatim rostdan ham sizga yoqdimi? To'g'risini aytsam, xafa bo'lmaysizmi? Yo'q, aytavering. Xullas, kechagi ovqatingiz bor-ku, o'zingizdan ham shirin bo'pti. Nilufar, biron bir kamchiligingiz bo'lsa, uyalmasdan menga aytavering. Rahmat, pochcha, biroq mehribonsizki, shu opamdan oldin tug'ilmagan ekanman-da. Bu nima deganingiz? Yo'q, shunday o'zim. Kechga yaqin telefon qilaman. Olib ketasizmi? Albatta, sizdek sohibjamonni olib ketmasak, yana birontasi o'g'irlab ketmasin. Rahmat, pochcha. Yaxshi ishlab oling. Pochcha, Ha? nimagadir sizni opam qadrlamaydi. Siz haqiqiy erkaksiz. Nilufar, bu nima deganingiz? Lekin yurak tanlamaydi-da. Pochcha, bugun ozgina kechroq qaytaman. Nimaga? Tinchlikmi? Bugun bir dugonamning tug'ilgan kuni, o'shunga boraman. Qizlar bilan diskoteka qilamiz deyishyapti. Opamga aytmang, baribir unamaydi-da. Iltimos, pochchajon, aytib qo'ymang. Tezda qaytaman. Xo'p, faqat telefon qiling, kechki payt olib ketaman. Taksiga chiqib yurmang. Yo'q, unaqada opam bilib qoladi-ku. Ishxonadan chaqirib qolishdi, muhim ishlarim bor ekan deb chiqib ketaveraman. Xo'p, unda sizga SMS yozaman. Opamga kursdoshlari bilan imtihonga tayyorgarlik qilishar ekan deb aytib qo'ying. Yaxshi. Mayli, ehtiyot bo'ling. Rahmat, pochcha. Dadasi, keldingizmi? Nilufar qani? Imtihonlarga tayyorgarlik ko'rishar ekan. Dugonalar bilan qolaman dedi. Voy, menga aytmadi-yu. Bilmasam, bexosdan shunaqa bo'lib qolgandir-da. Dugonalar bilan qolaman dedi.
Ha, dadasi, tinchlikmi? Ishxonadan telefon qilishdi. Hisobotlarni topshirib kelishim kerak ekan. Ha, mayli, yaxshi borib keling. Nilufar, soat necha bo'ldi? Pochchajon, namuncha tergorasiz? Hammasi saqlab o'yin kulgi qildik-da. Tushunmadim. Ichib oldingizmi? Bilmadim, dugonalarim bir narsalar berishdi. Nima? Maska o'xshaymanmi? Yuring mashinaga, yana kimdir ko'rib qolmasin. Xohlagan odam eshitsin, birovdan qo'rqadigan joyim yo'q. Nilufar, sizni bu ahvolda uyga olib borib bo'lmaydi. Yaxshisi do'stimning kvartirasi bor. O'shga boramiz. Bu holatingizni oyim eshitsalar xafa bo'ladilar. Sizni bu ahvolda tashlab ketib bo'lmaydi. Yuring. Nilufar. Bugun massa qilib o'tirdik qizlar bilan. Keling. Shu ahvolingiz opingiz ko'rsa bormi? Opam aytmasangiz bilmaydilar. Siz shartta qoling. Men ertalab kelaman. Pochchaginam, meni o'zim tashlab ketasizmi? Iltimos, yonimda qoling. Javlon aka, nima bo'ldi? Qayerdaman? O'rtog'imning kvartirasidamiz. Kecha kayfim oshib qoldi. Shu yerga olib kelishga majbur bo'ldim. Nimalar qilib qo'ydimman? Bu kunni esingdan chiqar. Tur o'qishga borishing kerak. Qolganini yo'lda gaplashamiz. Javlon aka, qachon kelasiz? Men o'qishdan chiqdim. Olib ketasizmi? Bo'ldi, mana hozir boraman-da, ishdan endi chiqdim. Biroz sabr qilib turing, xo'p? Tezroq keling, sog'indim. Yo'q. Yo'q, bu bo'lishi mumkin emas. Yo'q. Nilufar. Manaqachi, manjalaqi, men seni singlim desam, sen meni yuzimga oyoq qo'ydingmi? Yor manaqachi. Nima qildim? Nima bo'ldi, tinchlikmi? Hey, men sizga ishonib hayotimni bog'lagandim. Ikkala ishonganlarim yuzimga oyoq qo'ydilaring. Elrabo, men hammasini tushuntiraman, iltimos, o'zingni bos. Nimasini tushuntirasiz? Shunchalikka bordingizmi? Hammasi tugadi. Men Nilufarning vasvasasiga uchdim, xolos. Hammasi tugagan. Opajon, meni kechiring, o'zim bilmagan holda bo'ldi. Nima? Singlim bo'la turib meni kuydirding, benomus.